Assalomu alaykum. Hurmatli Chorva Market YouTube kanalining yashadek kuzatuvchilari, YouTube chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari. Aka-ukalar, haqiqiy yil buqalari kelib qoldi-yu mana. Farg'ona viloyati Rishton tumanida inshaalloh Azizxon akamizga semental Greyfordni toza 100 taliklari kelgan. Bularni qo'ldan kelgancha sizlarga chiroyli ma'lumotlar beramiz. Birma-bir chiroyli ko'rsataveramiz akalar. Buqalar sifati, narx-navolari ma'qul tushib qolsa akalar, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh bugungi sanamiz 4-oktyabr haftaning shanba kuni 2025-yil. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, charchamasizmi? Tuzumsiz? Rahmat. Obunachilarga allangan salom. Xudo xolasa mollarimiz yetib keldi. Xudo xolasa endi obunachilar yetkazamiz endi. Soni nech bosh aka? 47 bosh. Ozgina. Ey Alloh barakasini bersin aka. Mollarni ko'rib, hurmatli obunachilar, Yevropadan keldi deb bemalol aytaveramiz. Yevropeyskiy buqalar mana. Jonivorlar ko'ringlar, orqalari, korobkalar hamma yo'g'i zo'r. Inshaalloh olgan akalarimiz baraka topaydigan zo'rlarni. Aka qayerdan keldi bular? Bular Rossiya ukam. Toza, Pilmonniy firmadan chiqdi bular. Joningiz sog' bo'lsin. Ma'lumot o'rnida ayting, bularning umuman birortasida ham kuragi yo'q. Haqiqiy tonnali bo'ladigan mana shulari. Birortasi tish buzmagan aka. Birortasi tish buzmagan. Hammasi mashalloh. Mana bular orqalarini qaranglar. 22 ta semental, 25 ta Greenford bor. Lekin akalar Greenfordlari ham sementaldan kam emas ekan. Mana bu sementallar ko'ringlar. Mashalloh. Hali qo'ng'ir jullisi bo'ladi akalar, o'shanaqalardan ham bor ekan oralarda. Inshaalloh avvalo ko'pchilikka nasib qilsin, xudo xolasa kelaverasizlar. Aka, bu mahallaning nomi nima? Shu Rishton. Aslidan choyxonasining ro'parasida. Aha. 3-7 zapravka. Bitta zapravka orqasi. Bitta zapravkani orqa tarafi, orqa tarafi. Gap yo'q. Yo'lni bo'yida. Inshaalloh akalar katta yo'lga uncha uzoq emas. Arenter kelaverasizlar. Shu 3-7 choyxona bor deyapsizlarmi? Zapravka akalar. Xolasa mana bu qolar ko'ringlar. Tilamaylanmay qolyapti aka. Voy mashallah. Hadeb ham kelavermaydi bunaqasi. Tez olib turing aka. Xudo xolasa kelib qoldi-da bunaqa zo'rlardan. Tonnadan oshaydi. Bu tonnali emas, bu tonnadan oshaydigan Azilbek. Tonnadan oshadi. O'z mana buni ko'ring, jonivordi. Ha buni ko'ring. O'lsalik ham tonnayu bu. Buqalar bor, haqiqatan zo'r ekan. Akalar o'zlaring xolis fikrlar kommentariya bo'limida qoldiringlar. Aylantiraylik. Yurgizaylik. Dolasa o'zimga ham ma'qul kelib turibdi buqalar. Bir 2-3 ta bosib o'raymikan deb turibman akalar. Aylan. Mana. Voy mashalloh. Joning sog' bo'lgunlar. Mana shu ham zo'r narsa ekan. Urutqa ham bo'ladi deganda. Aka zotga ham sement. Xudo xohlasa. Mana. Endi aka narxini ko'p cho'zmaylik. Videoni boshida narxini aytib qo'ying aka. Asilbek, nech puldan boshlanadi? Xudo xolasa mollarimiz yengil qo'yamiz. Oladigan odam buni boqib foydalansin-da. Inshaalloh. Buni 40 million, 42 million desam yarashadi kattasiga. Lekin men ataksiz obunachilaringizga 36 milliondan qo'yib beraman. Tanlab olish. Tanlab olishga zo'rini. Bitta olsa ham qilib berasizmi aka? Bitta olsa ham qilib beraman. Zo'r aka. 36 million so'mdan 12 ta viloyatga aka atvet deb qo'ysangiz ham yarashaveradi. Istalmani oxirisigacha deysiz-ku. Xudo xolasa akalar dastavkalar kelishilgan holatda vodiy bo'ylab bitta olsa ham qilib beramiz. Qilib beramiz. Vodiy bo'ylab akalar bitta olsalar ham qilib berishadi akalarimiz. Inshaalloh buni kutgan akalarimiz nechta? Son mingta akalar. Bunaqasidan xudo xolasa shoshilinglar lekin. Ertalab chiqardik sementallarni. Bari sotilib ketib qoldi. Mana ko'pchilikka tegmagan bo'lsa mana shoshilaverasizlar. Lekin gullari. Aka bir joyga nech pul shunda? Asilbek, buni ma'lumotini oling, bir 2 dona kichkinasi bor. Mana bir kichkinasi ham shu 460 kiloli. Unaqa 400 kiloli buqa yo'q bitta. Hammasi 400 tepasida deng. Yo'q. Ikkitasi 450 kilo, qolganlar 500 kilo oshiq. Ha, 500 tepasida. Ancha oshiq 500 tepasida oshiq. Mollar holat hamma yeb ichiga sog'ligiga garantiya. Sizga narxini cho'zmaylik. Agar bitta akamiz chiqib bir joyga olaman, foydalanaman deydigan odamga 32 million. 32 million. 32 million so'm. 33 desam ham bo'laveradi, lekin men 32 million so'mdan buzoqda pulida 27-28 ga 250 kilar xunaj ozbol chiqyapti-da. To'ppa-to'g'ri aka. Mana akalar, mana shular olinglar. Endi
Olib borib sraz akalar yemga tashlayverasizlar bularni. Yemga. Xunozillang bo'lsa, xunozillang ham qo'shiraverasizlar. Oyoq qo'li cho'zilib haqiqiy bo'ladi o'shanda. Bo'ylarini ham ayting-da. Bo'ylari ham. Aka bo'yini xolis gapiring o'zingiz. Necha chiqadi? Oldiga boray. Hop. Necha? Mana akalar. Endi ketib qolyapti. Bo'ylari akalar o'rtacha shu 1.35 yuqori tutsa kerak. 1.40 ham during uka. 1.35 yuqori. Mana shu qancha aka mana shu? Abi sementalmi? 36 millionga olaversin o'zini. 36 million so'm, ha? Aha. Gap yo'q. Bunisi aka, mana bunisi. Hop. Bu ham 36 millionda, ikkalasi faqat bir xil. Labisi 35 million. 35 million. Ana 36 million mana. 580 kiloli buqa. Eng arzon nech pul dedik? 32 million so'm. 32 million so'm. Bir joyda yetdikmi, yetmadikmi? Bir joyda 32 million. Eng kichkinasining bahosi. Serios, Tez sotishga, ha, uni ushlab o'tirishmas. Akalar bir joyda mana, eng arzon narxida. Bir joyda bir temiratga, bir mini, bir anaqasi yo'q aslida. Bir gap aytaymi aka? Aha. Mollar bo'ldi, ketdi, sotildi, egasi topdi bu mollar. Inshaalloh. Xudo xohlasa akalar shoshilish kerak. Shoshilish kerak. Inshaalloh ekrandagi nomerlarda WhatsApp, Telegram bor aka. Bor. Nomerlar bo'ladi akalar. Bemalol behijolat aloqaga chiqib, bitta olasizmi, ikkita olasizmi, 10 ta olasizmi, savdosini qilib olaverasizlar. Inshaalloh. Voy mashallah. Mana. Qani? Bitta qarab oringlarchi. Mo. Gap yo'q. Aka, buni otalarini ham ko'rdingizmi u yoqda? Otalari salkam 1,5 tonnalik uka. O'zingiz borib olibgansiz. Ha, biz birinchi qolu, undan bu Aslibek ma'lumotni aytdingda obunachi, bu Qazarda yoki boshqa joyda Toshkentdan yo bozordan bitta yig'ilmagan bu qolar. Aslo bu Pelminno firmadan toza rossiyskiy mollar. Obunachilarga aytdik, Qazarda moli bilan Rossiyaning moli farqi bo'ladi. Qazardagi qatadi, to'rkurak bo'lib. Mana shu buzoqcha hali. Erazi salgan tagida yurganda bular. Qarang bu holatini, 580 kilo, 600 kilo salgan vaznda. Mollar 100 talik. Kim nima desin akalar? Abi sementallar enasini tagidan sug'urib olganmiz Aslibek. Abi semental enasini tagidan sug'urib olingan. Bor mana, qarang. O jonivor. Birovga endi o'tdi bir 11-12 oylik bo'lsangiz ishonmaydi-da, lekin kelib ko'rsa biladi. Birortasini kuragi yo'q og'zida. Dolasa. Tonnada qatib qolmaydi, u 1,5 tonnaga olib boradi xolasa Mana bular. akalar, tumshug'ini ham ko'rsatib qo'yay mana. Haliga tumshug'ida hola bo'lsa deydi-ku. Ba'zi akalarimiz. Tumshug'i ham tiniqda. Tumshuqlari ham zo'r. Qani? Bitta rasmga tushib qo'y. Aka, to'g'risini aytay, men anchadan beri buni bu qola ko'rgan yo'q edim. Narxini ham ko'rganingiz yo'qmidi? Narxi ham. Endi hozir men ham tanlayman endi. Bitta ikkita olib olaman. O'zim ham obunachilarga aytib qo'ying, lekin buni soni 47 tayu, o'zim ham 3 ta olyapman deb aytib qo'ying-da. Dolasa. Dolasa. Mana. Syomkani tugatkim kelmayapti, to'g'risi akalar. Bitta bu yoqqa o'tkazaylik aka, iloji boricha bittalab. Aslibek, aql turib olsa sekin haydaylikmi? Ichkari. Ha. Keyin yeb ichlarni olib beramiz. Bo'laveradi. Ishlarni ham olib beramiz. Aql o'tib oling. Ishlarni ham olib beramiz. Aka, iloji boricha bittalab o'tkazib bering, bittalab. Sekin o polaponchalar jo'nating. Mana bu yo'lga. Bu yoqdan o't, jonivor. Mana akalar. Ko'ringlar. Bittalab jonivorlar. Yur jonivor. Mana akalar. Voy maşallah. Bir joyda aka nech kiloni aylangan? Bir joyda 527 kilo. 527 kilo akalar bir joyda. Endi ozgina baribir yo'l azobi, go'r azobi. Vazn pateriya bo'lgan bularni. Voy jonivorlar. Maşallah. Hammaga mol qilaman, baqaman degan odamning molida Aslibek. Hammaga nasib qilsin. Hayotbek aka, mana olib qoling aka. Siz boblari kelib qoldi. Kattalardan. Hali obunachilaringiz bor, va holinglar. Aha.
assalom deyman-da, Aslibek so'rashyapti o'tim, kattasi keladimi, kattasi keladimi deysiz. Bir joyga sotib qo'ymang ekan aka. Xudo xolasa. Ko'pchilikka bering. Ko'pchilik Bu zotga ham bo'laveradi Aslibek. aka, kanishni. Endi prosta bularda aka shox kuydirilmagan-da. Shox kuydirilmagan. U molga ozor berilmagan-da. U yoqlar sovuq aka. Mana. Maşallah. O'zi mana bu yerda akalar hammasi ovqatni yeyapti. Pastda o't bor ekanda akalar mana. Kirmasdan hammasi ovqat yeyapti. Mana ko'ringlar. Shunchalik bo'lar endi akalar xo'raligi. Gap yo'q. Hammaga nasib qilsin. Hammaga nasib qilsin. Voy, Aslibek. Aka bular emlamalarni bilmasa, abi endi dermatit, yashur shunaqa kasalliklar bor, unaqa. Yo'q, hammasiga qilingan. Qilinganmi, xotirjammi? Xotirjam. U yashir, pashir hammasidan ulardan ham kasal bo'lmaydi bular, Aslibek. Endi aytib qo'yganimiz yaxshi. Semental qarang, siz bilan ketaman deyapti. Jonivor. Juda yo'g'on narsa ekan mollar bor. Haqiqiy kiloni beradi mana shular. Haqiqiy go'shtga. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin aka-ukalar. Yakunlayveramiz aka. Xudo xolasa. Ekranda nomerlar bo'ladi. Shoshilaverasizlar. Yaxshi yomon gaplar bo'lgan bo'lsa menga bor uzr. Lekin akalar, Greenford oling, Greenfordda zot olaman deganga. Denazning tagidan sug'urib olingan bu. Zo'r. Aka Greenfordlari sementallardan kuchli-ku. Qarang, yerdagi ishlarini bilib oling. Mana shular olay. Mana akalar. Ishtahalari zo'r ekan. Buni qo'ng'iri nima deyapti bu? Buni qo'ng'iri. Ha, qo'ng'iri nima deyapti bu? Shu vodiyda qolaman deyapti aka, nima deyardi? Ana. Kelaverasizlar akalar. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin, sog' salomat bo'linglar, o'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar, layklardan yemasdan. Shu kanalga mehmon bo'lsangiz albatta obuna bo'lib qo'ying. Mana shunaqangi buqalar zo'ri chiqqanda aka bexabar qolmaysiz. Birinchilardan bo'lib ko'rasiz, inshaalloh. Ulgurib kelib, ekta olib ketsalar ham akalar yutuqchilar. Salomat bo'lasizlar, o'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.